Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda Koreyada o'zbekistonlik ayol osib o'ldirildimi? Batafsil videoda xabardor bo'ling. Internet tarmoqlarida Janubiy Koreyaga ishlash maqsadida ketgan o'zbekistonlik 26 yoshli ayol uyida o'zini osib o'ldirgani haqida xabarlar tarqaldi. Bir nafar bolaning onasi bo'lgan sirdaryolik Nozima uyidan o'lik holda topilgan. Ko'pchilik internet tarmoq foydalanuvchilari uning o'z joniga qasd qilganini aytmoqda. Biroq Nozimaning tanasidagi jismoniy zarbalar oqibatida olgan og'ir jarohatlar, hatto bo'g'zidan pastga qarab tikilgan izlar holatga yanada shubha uyg'otgan. Marhuma ayolning onasiga ko'ra, u qizining o'limi haqidagi xabarni 2026-yil 4-fevral kuni ertalab olgan. Shuningdek, ona qizi o'zini osib o'ldirgani haqidagi ma'lumotlarga ishonmasligini aytmoqda. Hech kimga ishonchim qolmadi. Biz Koreyadagi barcha tanishlarimiz u tarafga sotilib ketgan. Politsiya holat yuzasidan xatni 10-aprel kuni chiqargan. Bizning Koreyadagi advokatimiz ham xatni berishmagan. Bunday holatda faqat yaqin qarindoshlariga ma'lumot taqdim etilar ekan. Shu sababli yaqin 2 kun ichida Koreyaga boraman. Shundan so'ng barchasiga oydinlik kiritiladi, deydi marhumaning onasi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nozima Koreyadagi o'zbekistonlik mehnat migranti namanganlik 25 yoshli nomi qisqartirilgan Sheshe ismli erkak bilan doimiy aloqada bo'lib kelgan. Voqea sodir etilgandan bir necha soat oldin ular o'rtasida tortishuv yuz bergan va shundan so'ng ayol Shesheni tashqariga kuzatib qo'ygan. Shundan keyinroq Nozima Sheshening do'sti SBga qo'ng'iroq qilgan. Qo'ng'iroq mahali Sheshe do'stining yonida bo'lgan. Qo'ng'iroqdan so'ng Nozimaning uyiga borgan SB uni osilgan holda topgan. Yana bir shubha uyg'otuvchi holat ayolning vafoti paytida yozib olingan ovozli xabarlarda bo'layotgani aks etgan va yonida bo'lgan erkaklardan biri Nozimaga qarata o'lib ketaver degan. Ayolning murdasi O'zbekistonga olib kelingach, ekspertiza o'tkazilgan. Olingan ma'lumotlarda tananing tashqi tomonidan jarohat olgani tasdiqlangan. Ushbu jarohatlar o'limdan oldin yoki o'limdan so'ng olingani haqida hozircha aniq ma'lumotlar yo'q. Hozirga qadar Koreya tomonidan faqat tibbiy ekspertiza natijalari berilgan. Sud tibbiy ekspertizasi esa berilmagan. Murdaning holati nihoyatda yomon bo'lgani uchun onasi tomonidan O'zbekiston Bosh prokuraturasiga murojaat qilingan. Prokuratura Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekistonning Koreyadagi elchixonasi orqali Koreya politsiyasiga holat yuzasidan xabar qilingan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiyaning Balıkesir viloyatidan 46 yoshli Dilafruz Cho'liyevaning jasadi topilib O'zbekistonga qaytarilgan. Mazkur jinoyatni sodir etishda gumonlanib 4 nafar shaxs qo'lga olingan bo'lib, hozirgi vaqtda tergov harakatlari davom etmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.